Kuyovimga bitta mashina shunday sovg'a qilib yuborsalar, davlatlaridan u joyi kamayib qolmas. Siz hali dadang menga mashina sovg'a qilsin demoqchimisiz? Yetib bordimi? Uzr. Ota-onam meni shuncha sevib bilan jon ochdi. Keyin to'g'risi men yoqtirib qoldim deganimga siz uyingizga, sharoitingizga ham qarab o'tirishgani yo'q. Shuni shu arzimas matoni nazarda tutyapsanmi hozir? Yo'q. Men ularga kuyovingizga mashina sovg'a qiling deb ayta olmayman. Ha, tushunarli. Dadam qurumsoq odamdek. Yo'q, unaqa emas. Lekin dadamni sizga mashina sovg'a qilish rejalari bo'lmagan. Shunaqa boy bo'lib, kuyovga bitta mashina olib bera olmasa. Hech qoyil qolmadim-da. Kelin tarafdan mashina kuchi sizga uyat emasmi? Xo'p, unda o'zingnikini ber. Siz bilan teng bo'lay deb mashinamni ota-uyimga tashab kelgandim. Nasib erim bilan birga olamiz deganman. Endi borib so'ra olmayman, ota-onamdan uyalaman. Bu